Bolamiz yaxshi bo'lishini xohlasak, ko'proq istig'for aytaylik. Hadeb so'kavermasdan uni. Palonchining bolasini qara, u nima yeyapti? Palonchini ko'r, ana qilyapti demasdan istig'forni ko'paytiraylik, Alloh bolamizni isloh qilib beradi. Biz o'zimizni qo'limizga, harakatimizga suyanamizda, Robbimizga suyanmay qo'yganmiz. Biz tuzatib yuboramiz, urib to'lib tashlayman, mana shu bu narsadan mahrum qilib qo'yib, otib chopib yo'q. Istig'forda aytsak, Alloh bolangni ham tuzatib beraman deya. Bilamizmi shu narsani biz? Xatolarning o'chirilishini, hasanotlarning ziyoda bo'lishini hamda darajamizni oliy bo'lishini xohlaymizmi? Istig'forni ko'proq aytaylik. Kimi xatosi yo'q ichimizda aytinglarchi? Biz palonchilar anaqa, po'kinchilar manaqa deyotgan paytimizda o'zimizga qaraylik-da. Nima, biz avliyomizmi? Bizda gunoh yo'qmi? Hammada gunoh bor. Alloh aytadi Qur'onda: "Va qulu hittatun